Ayolinglardan mehringlar qochsa ham, ajrashib, begona bo'lib ketsanglar ham, u sizlarni o'zinglardan bo'lgan, pushtinglardan bo'lgan qiz farzandga ko'proq mehringlarni ayamanglar. Albatta o'g'il farzand ham. Nimaga? Keyin foydasi yo'q. Vaqtida pushaymon bo'lasizlar. O'zimni hayotimdan kelib chiqqan holda aytaman. Men ko'rib, bilib yuribman bu narsalarni. Ko'z yosh ham qilasizlar, ichlaringni tirnaysizlar, vijdon azobida qiynalasizlar. Ortga qaytib bo'lmaydi. Qaniydi ortga qaytsaydi, o'sha kichkinaligidan men o'zimga o'rgatib, mehr berib, bir haftada 2 marta o'zim bilan aylantirib, mehr berib, kelib vaqt o'tkazib, har bayramda sovg'alar, nima u arzimagan bola uchun sovg'a, nima u ish. Har dadasini ko'rganda podarkachilar bilan kelsa qanaqa xursand bo'ladi. Alloh boshingdan shunaqa yog'diradi rizqingni, o'sha aynan o'sha farzandingni xursand qilayotganing uchun, undan kechmasdan mehringni, muhabbatingni, pulingni ayamayotganing uchun Alloh senga shunaqa mukofotlab ortig'i bilan berib, boshingdan rizqingni yog'dirib, unaqa erkak xor bo'lmaydi qaraganda. Kichkinaligidan hali katta bo'lib ketib, aqlini tanib olib, o'sha oq-qorani bilib, sizlarni o'sha bemehr, sovuq deb qabul qilmasdan turib, onam bilan hayotlari bo'lmagan taqdirda ham otam meni har doim otam bo'lib turgan. Men uchun mehr bergan, xursand qilgan, vaqt ajratgan deb hurmatinglar bo'ladi. Katta qiz bo'lgan dadajon deb issiq sovuqinglardan xabar oluvchi qiz boladek mehriboni yo'q. Qiz bolachalik, shafqatsizi ham yo'q, mehr ko'rmasa. To'ppa-to'g'ri. Qasos emas, prosta o'chirib yuborgan bo'ladi-da. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deydi. Rostdan pushaymon bo'lasizlar. Bu aniq narsa. Erkak zoti qizini mehrini, qizini bunday sovuq qarashidan, begonadek o'zini tutishidan yoki qizi begonasirashidan shunaqa alamli bo'ladi, shunaqa qalbga yomon tegadi. U paytda issiqda bilinmaydi. Ha, katta bo'lgandan keyin o'zim mehrini qozonib olaman deb qozona olishmaydi.